Buxoro davlat universitetining muhtasham universal sport majmuasida viloyatdagi barcha oliy ta'lim muassasalari talaba yoshlari uchun Talaba Expo 2026 kasblar ko'rgazmasi hamda bo'sh ish o'rinlari yarmarkasi tashkil etildi. Unda viloyatdagi salohiyatli ish beruvchilar hamda barcha tashkilot rahbarlari ishtirok etdi. Bugungi Talaba Expo tadbirlarida 100 ga yaqin korxona va tashkilotlar o'zlarini bo'sh ish o'rinlari bilan ishtirok etmoqda. Buxoro viloyatidagi 9 ta davlat va nodavlat oliy ta'lim muassasalarining bitiruvchilari bugun mana shu bo'sh ish o'rinlarida o'zlariga munosib ish o'rinlarini aniqlaydilar. Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti bugun 1442 nafar bitiruvchisi ish bilan band. Ularni ham 200 nafardan ortig'i bugun mana shu yerda mehnat shartnomalarini imzolayapti va o'z ish o'rinlarini topishyapti. Bitiruvchi talaba ish qidirib emas, ish beruvchini unga yaqinlashtirish maqsadida tashkil etilgan tadbirda ko'plab yoshlar o'z mutaxassisliklari bo'yicha ish o'rinlariga ega bo'lishdi. Bugun biz bitiruvchi yoshlar ish bilan ta'minlash yarmarkasida ishtirok etmoqdamiz. Va bu yerda barcha yo'nalishlarga oid ish o'rinlari mavjud va men ham o'z yo'nalishimga oid bir qancha ish o'rinlarini ko'rdim va bu yerda shartnoma imzoladik. Tadbir doirasida shuningdek oliy ta'lim tashkilotlari taqdimotlari, kelajakka qadam markazi bilan birga bitiruvchi talabalarning biznes loyihalari taqdimoti tashkil etildi. Talabalik vaqtidanoq tadbirkorlik faoliyatini boshlaganlarga moliyaviy ko'mak bo'yicha ma'lumotlar berildi. Men Buxoro davlat universitetining ekologiya ta'lim yo'nalishi bitiruvchisiman va hozirgi kunda yoshlarga yaratib berayotgan imkoniyatlardan samarali foydalanib kelayotgan yosh tadbirkorlardan biriman. 50 million so'mgacha imtiyozli kredit oldim hamda o'z faoliyatimni boshladim va eng muhimi men ushbu loyiham bilan universitetimizning 2 nafar talabasini doimiy ish bilan ta'minlab kelmoqdaman. Bu kabi tadbirlar yoshlar bandligini ta'minlash va biznes tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyatga ega. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.